Karatchi yozmas sizlarga 60 FPS qilish o'rgatman. Birinchi ilovani o'tkazib olib rot qilasizlar. Ikkinchi 15 ilovani o'tkazasizlar. Kirib mana shu yerda sellik turadi, mana shuni bosasizlar. Video chiqadi. Ko'rib orqaga qaytarasizlar. Sellik. Mana 3 xil bor. Bu. Sizlar bunisini tanlaysizlar. Stabilni 60 FPS bo'ladi. iPad ham qilsa bo'ladi. Lekin bizga iPad kerak emas, 60 FPS. Shunasini bosasizlar. Video chiqadi. Ozgina kutib va mana ikkita yozuv chiqadi. Launch kami bu. Biz launch kamini bosamiz. Shunisini bosasizlar. Shuni bosamiz.